Salom do'stlar. Bu men Viktorman va bu videoda bu meni eng birinchi videoyim va men juda bilmayman qanday tushuntirib bera olaman va bu men endi rivojlanayotgan kanalim bor va o'sha kanalimga sразу obuna bo'lib qo'yinglar va like bosinglar. Va bu bizni birinchi videomiz u Brawl Stars haqida bo'ladi. Balki hamma videolarni Brawl Stars haqida yozarmiz. Va boshladik. Tak, mana o'yin ketyapti. O'ynashni bosdim va bu yerda qanaqandir buni o'ldirdim. Qaroche ketyapmiz. Mana shuni nima qilishini bilmayman-da, qanaqandir korobkachalar nima qilishini bilmayman. O'ldirdim. 6 kishi qoldi. Meqake. Bling bling. Así me gusta. Jonim kam. O'ldirishimga sal qolyapti, lekin yetolmayapman. 75 ta jon qoldi. Bo'ldi, o'ldirdim. Buni ham o'ldirdim. Tak. Buni ham o'ldirdim. Tak, bitdim. 13 ta qanaqandir pul berdi, bilmayman nima beryapti. Va magazinda qanaqandir beryapti. Men birinchi kirishimda mana shularning ikkitasini ochib ko'rdim va menga qanaqandir yangi brawler, qanaqandir Frank tushdi-da va tangaga prokachka qildim mana 7-darajaga va biroz o'ynab ko'rdim. Va yana bitta qanaqandir undovchi nimadir deyapti. Qanaqandir 750 ta nimadir berdi. Va yana shunaqa buni o'qib ko'rdim. Bu qanaqandir house drop ekan. Super rare. Endi bu yerda super red tushdi. Ikkita bo'lindi, qandaydir. Ikkita epic. Ikkita mythic. Nima degani bu? Ikkita legendarniy. Do'stlar, menga omad keldi. Ikkita legendarniy tushdi. Rasmga olamiz. Tak. Bitta. Nega bosilmayapti? Legendary. Legendarniy nimadir tushdi. 1000 ta oldi. 1000 tancha. Yana 1000 tancha. Tak do'stlar, bugungi qismga yetarlicha men Brawl Stars nimaligini bildim. Qanaqandir 2600
30 ta nima bir bo'ldi. Birinchi qismga yetadi. Sразу like bosinglar. YouTube'imga obuna bo'linglar va like bosinglar va men videoni to'xtataman. Xayr.